Ushbu kalimadagi shaddali ro kasrali kelmoqda va undan oldingi harf fathali kelmoqda. Xo'sh, biz bu o'rindagi shaddali roni yo'g'on o'qiymizmi yoki ingichkami? Bugungi darsimiz shaddali ro qoidalariga bag'ishlanadi. Shuningdek, nas va falaq suralarining shunday o'rinlari borki, agar biz shaddali ro qoidalarini bilmaydigan bo'lsak, u o'rinlarni xato o'qib yurgan bo'lishligimiz mumkin. Bular haqida darsimizning so'nggi qismida to'xtalamiz inshaalloh. Shaddali harf deganda ikkilantirib o'qilayotgan harf tushuniladi. Bu o'rindagi shaddali ro ham ikkita rodan tashkil topgan bo'lib, uning birinchisi sukunli ro, ikkinchisi kasrali ro. Birinchi ro sukunli bo'lib, undan oldingi harf fathali kelayotganligi uchun yo'g'on. Ikkinchi ro kasrali kelayotganligi uchun ingichka o'qiladimi? Ya'ni nusorrif singari. Yo'q, bunday o'qilmaydi. Shaddali roning birinchisi yo'g'on, ikkinchisi ingichka yoki ikkinchisi yo'g'on, birinchisi ingichka o'qilmaydi. Har doim yoki ikkalasi ham ingichka yoki ikkalasi ham bir xilda yo'g'on o'qiladi. Diqqat, qoida. Shaddali ro agar fathali yoki zammali kelayotgan bo'lsa, sukunlisi ham, harakatlisi ham birdek yo'g'on o'qiladi. Shaddali ro agar kasrali kelayotgan bo'lsa, sukunlisi ham, kasralisi ham birdek ingichka o'qiladi. Bunda shaddali rodan oldingi kelayotgan yoki shaddali rodan keyin kelayotgan harflarning harakati mutlaqo ahamiyatga ega emas. Yuqoridagi kalimamizdagi ro kasrali kelayotganligi uchun sukunlisi ham, kasralisi ham ingichka o'qiladi. Ya'ni nusorrif singari. Kayfa nusorriful ayat. Keyingi mashqimizdagi shaddali ro kasrali kelayotganligi uchun ingichka o'qiladi. Wal mustad'afina minar rijali wan nisa. Keyingi mashqimizda shaddali ro fathali kelayotganligi uchun har ikkisi yo'g'on talaffuz qilinadi. Ulaika ala hudam mir robbihim. Keyingi mashqimizdagi shaddali ro un tanvinli, zamma tanvinli kelayotganligi uchun sukunlisi ham, tanvinlisi ham yo'g'on o'qilar ekan. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Bu mashqimizda shaddali ro kasrali kelayotganligi uchun ikkisi ham, ya'ni sukunlisi ham, kasralisi ham ingichka talaffuz qilinadi. Hatta yusdiror ri'a. Bu mashqimizda shaddali ro kasrali kelayotganligi uchun ikkisi ham ingichka talaffuz qilinadi. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. Darsimizning boshida aytganimizdek, shaddali ro qoidasi nas va falaq suralarining ba'zi oyatlarida uchraydi. Nas surasining 4-oyatida shaddali roni ko'rishligimiz mumkin. Bu ro kasrali kelayotganligi uchun sukunlisi ham, kasralisi ham ingichka o'qiladi.
Bu o'rindagi roni talaffuzida eng ko'p uchraydigan xatoliklardan biri shaddali roning birinchisi sukunli bo'lib, unda oldingi harf, ya'ni shin harfi fathali bo'lganligi uchun roni yo'g'on qilib min sharri singari talaffuz qilishdir. Aslida qoida bo'yicha sharri emas, sharri deyilar ekan. Min sharril waswasil xonnas. Bu qoida Falaq surasida ham uchraydi. Falaq surasining 2, 3, 4 va 5 o'rinlarda ham xuddi yuqoridagidek sharri so'zi keladi. Bu ro'larni ham sharri singari emas, balki sharri singari talaffuz qilsak, inshaalloh to'g'ri talaffuz qilgan bo'lamiz. Darsimizni shu o'rinda yakunlaymiz. Bizning Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishligingiz mumkin. Telegram kanalimizda YouTube'da e'lon qilinmagan videolarni e'lon qilib boryapmiz. Kanal havolasi video ostida. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.